Toshkentdan yangi yo'lga ayron ichgani keldim. Uzoqdan kelishimga albatta sabab bor. Chunki bu yerda 70 yildan beri o'zgacha ta'mli ayron sotilib kelinadi. Bu ko'chadan o'tib qaytgan har bir odam to'xtab bu yerdan ayron ichadi. Buni mijozlarni ko'pligidan ham bilsanglar bo'ladi. Soat endi 11, lekin odam talaygina. Ayronlari rostdan ham o'zgacha ekan. Ichida ta'm beradigan va chiroyli qilib ko'rsatadigan har xil ohang jamoalar yo'q, lekin mazasi juda ham zo'r. Bitta simirganingizda chanqoni bittada bosadigan. Quyi suyuqligi ham normada, ichganingizda mayin ketar ekan. Ayronlar stakanda, bokalda va litrlab sotiladi. Bunchalik shirin qilishi siri nimada? Endi bu bizga ota kasbasidir. Hozir 70 yildan oshiq bo'ldi. Men ham shu 70 yilcha sotyapman-da, 78 ga kirdim. Opacham sotgan. Undan oldin otam sotganlar. Sotavergandagi qo'l o'rgangan, Tajriba. hamma gap sal insoflar qilaversangiz hamma narsa shuni chiqaveradi. Xullas Toshkentdan yangi yo'lgacha shuncha yo'l yurib shu ayronni ichish uchun kelganimga umuman afsuslanmadim. Bu yerda ayron soat 8 dan kechki 11 gacha bo'ladi. Adresi Zangatadan yangi yo'lga qarab keturishda Nov qishlog'i. Yo'lni shunday yuzida. Bu videoni yaqin og'ayningizga qoq obedda tashlang, bir azoblansin.